Bugungi podkastimizning mehmoni Tailandda murabbiylik va matchmeykerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan va ko'pchilik o'zbek jangchilarini katta turnirlarda Tailand o'zida davom etib kelayotgan traditsion turnirlar deylik va jahon miqyosidagi katta bo'lgan One FC promotioniga kirib kelishiga sababchi bo'lgan va yordamchi bo'lgan Ozod aka Pardayev. Ozod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga birinchi beradigan savolim, eng zo'r shogirdingiz. Shogirdlardan biri demayman, eng zo'r shogirdingiz Avazbek Xolmirzayev. Bu bolani soddaligi, kamtarligi ko'pchilikga ayon, o'zi to'g'risida unaqa ko'p ham gapirmaydi. Endi o'zidan emas, shu narsa to'g'risida sizdan nima so'rasak. Avazbek Xolmirzayev bilan qanday tanishgansiz? Qancha vaqt davomida bu bola bilan birgalikda mashg'ulotlar o'tib kelyapsiz va hozirgi darajaga yetishigacha bu bola bilan qanaqa yo'llarni bosib o'tdinglar? Shu to'g'risida bir aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Endi Avazbekka kelsak, Avazbek bundan 2 yil oldin adashmasam o'zim telefon qilganman bunga. One FC mendan bo'y so'raydi va 61 kilo 57 kilo so'radi. Men eslab turdim, kimga telefon qilsam. Avazbek oldi menga bundan 1 yil oldin Alashpirga rekord yo'q payt men kelgan. O'zimda trafka qilgan picha. Keyin Toshkentga ketdi, Alashpirga turishdi. Bilaman, kuzatib yuraman. Undan oldin bunga 1-2 marta plakat qilgandim. Keyin birga ishlaymiz, yo'q. Keyin shu One FCga bays kerak bo'ldi, bunga telefon qildim. Avaz qayerdasan? Toshkentdaman dedi. Nima qilyapsan dedim, taksida yuribman dedi. Dedi, kreditga dedi, Spark olganman dedi, 90 million qarzim bor dedi. Shuni nima ishlab yuribman, taksi surib yopib dedi. Keyin dedim, bitta Samarqandga gaplashaylik dedim. Dadangni ham olib kel dedim. Keldi oldimga, mana gaplashdik. Mana boshladik. Men xudo xolasa mana bugungi kunda Valifsen kamariga urishyapti. O'zi bu hayotda qanaqa bo'la? Masalan, ko'pchilik murabbiylar quloq solmagan yoki nima bir vazifani tushunolmayotgan bolalarga qo'polroq muomala qiladi. Endi sizdan ham chiqqan bo'lishi mumkin. Aytaylik, shunaqa bir nimadir kelishmovchilik bo'lmay qolgan paytda yoki bir-biringlar bilan xabarlashib qolgan paytlar bo'lganmi? Va Avazbekni o'zi umuman qiyin kunlarda odamlarga bo'lgan munosabati qanaqa o'zi sizga masalan? Yoki o'zini qanaqa tutadi? Birinchi kelganda men bo'yniga qo'yganman. Men aytganimni qilsang deganman, birinchisi deganman. Hamma aytganimni qilsang deganman, quloq solsang sen chempion qilaman, xudo xolasa dunyodagi eng zo'r bayiz, eng millioner bo'lasan deganman. Shu aytganda bu aytganini qiladi. Nima deysan? Shu birinchi o'rinda ustoz duosini oladi. Hamma sportchilarga aytaman, buyog'i yo'li ochiq ketadi. Ozod aka, One Championship turnirining menejerisiz. Hozirgi vaqtgacha nechta sportchini One Championship bilan kontrakt, shu shartnoma imzolashga erishdingiz? Ya'ni nechta o'zi? One Championshipda siz orqali turnirga kirgan, ya'ni ligaga qo'shilgan sportchilar. Endi hozir kattasiga desak, olib borgan bayislarimda 2 ta kontrakt bor. Bittasi Avaz, bittasi Sanjar Zakirov. Sanjar Zakirovda menejeri o'zim bo'lganman. Birinchi qo'lidan yetalab o'zim olib borganman. Keyin Sanjar ketgandan keyin Avazni olib kelganman. O'sha paytda men niyat qilgandim, xudo xolasa viz dunyo ko'radi. Men 2 ta o'zbekda shu One Championshipda viz dunyo tomosha qiladi, 2 ta shu bo'yini qanday bo'ladi deb niyat qilgandim. O'sha niyatga yetib keldik, lekin nasib qilmabdi ekan. Men Avazbek o'zi urishyapti. Maqsadga qarab, niyatga qarab. Balki mana Sanjar Zokirov ham top jangchi. Juda ham ko'p muxlislari bor. Talantli. Avazbek Xolmirzayev ham top jangchi. Ikkalasini stili почти bir xil. Ikkalasini ham IQsi baland. Balkim Avazbekni kamar himoyasi Sanjar Zokirovga qarshi o'tib qolar. Nima deysiz shunga? Endi buni xudo biladi. Endi buni bilasa deyman. Sanjar Zokirovda adashmasam maqsadlar boshqacha, ya'ni uje hozir menimcha chempionlik jangiga urishmaydi Sanjar Zokirov, maqsad UFC. Avazbek Xolmirzayevda One Championship chempionlik kamarini olib, yaxshi pul ishlash va mana shu intervyu qildi, mana shu ligada ko'proq qolish deb men o'zim bildim. Ikkalasini ham maqsadi har xil. Xudo xolasa bizning maqsadimiz kamarni olgandan keyin Rottang bilan urish. Rottang bundan oldin Dmitriy Johnson bilan 3 raundlik jangda urishgan. Birinchi raund Muay Thai, ikkinchi raund
MMA 3-raund Thai boksmi shunaqa kelishgan bo'lgan. Bizlar ham shunaqa kelishib, niyat xudo xolasa Rottanga vizit aylamoqchimiz. Maqsad shu. Maqsad shu. Aytishingiz bo'yicha Avazbek Xolmirzayev Rottanga o'zi muxlisi bo'lgan. Ha, yoshligida o'zi muxlisi bo'lib, qiziqib shu Vanisini sevib tomosha qilgan. Shu men ham shunaqa bo'lamanmi, shu unaqa masalan. Men o'zim ham oldin mana Vanisini bilmardim. Men ham 3 yilmi, 4 yil bordik, ko'rardim. Men bu qanaqa ligami tushunmardim-da. Bu hech internetga chiqmardi, masalan, ertalab bo'ladi, tushunmardim. Mana hozir ko'rib o'zim ham mana o'sha narsalarga erishyapmiz maqsadiga, xudo xolasa. Maqsadlarimiz ko'p. Siz boya aytganda aytdingiz, Vanipsida nechta kontrakt bor. Men yoqda Vanipsida kontrakt bor bolalar bor, kontrakt Lumpinidagi bor. Lumpiniga ko'p bayslar, ko'plar kontrakt qildirganman. Masalan, o'zbeklar ham bor, o'rislar ham bor. Hamma davlatdan urushtirganman olib. Siz orqali kontrakt qilishadi. Tailandga qaysi sportchi borsa, One Championship bo'lsa, siz orqali shartnoma bo'ladi, to'g'rimi? Endi menga Tailandga borish shart emas. Menga bays so'rasa ular, masalan, yozib trenerlarga yozishim mumkin. Yaxshi bola bo'lsa bo'ldi, natija qiladigan. Tanadli, bir aqlli, odobli bola bo'lsa, va qo'ldan kelgancha bizlar padishga qilamiz har doim. Tailandda eng katta turnir hozir One Championship. Undan kattasi yoki kichkinasi bormi? Ya'ni, misol uchun kichkina mana shu turnirda urushib, One Championshipga chiqsa bo'ladi degan. Ha, bor. Shu yerda hozir Patong bor, Bangla boxing bor. O'shalarga urushib yursa, masalan, rekord bo'lsa, ularda urushgan sportsmen уже One Championship bilan kontrakt qila oladi. Aslam Ortiqov degan sportchi bor, juda kuchli, stoykada zo'r jang qiladi. Uni faoliyati haqida sizning fikringiz qanaqa? Уже hozir ketma-ket g'alabalar One Championshipda, уже почти chempionlik kamariga ham u loyiq bo'lib turibdi-da hozirgi kunda. U faqat stoykada jang qiladi, kurash yo'q, bilsangiz. Aslambek, Aslam o'zimiz ukammiz, Samarqanddan u ham. Bitta mahalladan emas, bitta joydanmiz. U ham uni ham yoshligidan taniyman, ustozini ham taniyman. Ko'zimiz oldida katta bo'lgan. Hozir Muay Thaidan u ham 22:0mi? 22:0. Bu ham xudo xolasa kamar ikkita O'zbekistonga oldi. Xudo xolasa Avaz olib kelsa, ikkinchisini Aslam olib keladi xudo xolasa. Jang stilini qaysi sportchiga ko'proq o'xshatasiz? Misol uchun Aslam Ortiqov. Uni misol uchun O'zbekiston xalqi uni stoykada zo'r jang qilgani uchun kuzatishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Siz qaysi sportchiga o'xshatasiz stoyka stilini? Bilmadim endi kimga. Stoykada yaxshi, zo'r. Tikka o'ng bo'lsa, o'ng boradi, chap borsa, levsha boradi, farqi yo'q. Ikki tarafga ham urishadi, chiroyli urishadi. O'shaning uchun muxlislar uni masalan xalqimiz ham ko'rib tomosha qilib, bitta O'zbekiston xalqi emas, uni Tailand ham tomosha qiladi, uni ko'p Yevropalar yaxshi. Eng muhimi IQ ishlaydi-da. Главныйsi ustoz va murabbiy sifatida. Murabbiy sifatida aytaman, sportchilarga masalan murojaatmi yo shunday gapirishmi, bir maslahatmi. Shu birinchi o'rinda ota-onasini duosini olsin, ikkinchi o'rinda shu duosini, ustozining duosini olsa uzoq ketadi-da. Va shu masalada shogirdingiz Avazbek Xolmirzayevdan qanchalik nima deydi? Davolniz, qoniqasiz. Ha, qanchalik mamnunsiz? Shunaqa. Bunga 1000% roziman. Ya'ni barcha ishonchingizni oqlab kelyapti. Oqlagan har doim hech qayga olib borsam, olib borgan bo'lsam, masalan bundan masalan orqasidan yaxshi gap eshitganman. Buni o'zimga ham yaxshi, приятный. Ozod aka, rahmat kattakon intervyu uchun. Rahmat. Biza sport blogerlari, sport jurnalistlari, sportchilarni, ustozlarni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Mana bugun sport, katta sport bu hammamiz UFC TV. Bizning loyihalarimiz bular qo'ldan kelgancha sizlarga mana shu qo'llab-quvvatlaymiz. Mana siz UFC nima bugun sportga hammasiga masalan bizlarni shu yerga taklif qilganlar uchun kattakon rahmat. Shukraki har doim biz bilan birlar. O'zi har doim yozib, svязь bo'lib turamiz. Rahmat. Jangga omad, xudo xolisa g'alaba bilan O'zbekistonga. Poyezdda olib kelamiz, nasib aeroportga ko'rishamiz, xudo xolisa. Xudo xolisa. Kechinglarga ham kuzatgan chiqaman, xudo xolisa. Rahmat. Rahmat aka, kattakon.